Assalomu alaykum tumanimiz aholisi va mehmonlari. Davlat rahbarining 2025-yil 3-yanvardagi 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ1 sonli qaroriga asosan 2025-yilda har bir mahallada huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish ustuvor vazifa etib belgilandi. Hamda bu borada yangicha ishlash mexanizmi hayotga tatbiq etildi. Yangi O'zbekistonda huquqbuzarlik va jinoyatchilikka qarshi kurash umummilliy dolzarb vazifaga aylantirildi. Jinoyatlar uchun jazo muqarrarligini ta'minlash qanchalik muhim bo'lsa, ularni keltirib chiqarayotgan sabab va omillarni bartaraf qilish, tumanning har bir ko'chasida, bozorida, jamoat joylarida xavfsiz muhitni yaratish choralari ko'rilmoqda. Biroq tegishli chora-tadbirlar amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, ayrim turdagi jinoyatlar sodir etilmoqda. Xususan, joriy yilning oktyabr oyida jami 54 ta jinoyatlar qayd etilgan. Shundan 11 tasi yoki 20% oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarni tashkil qilib, tumandagi kirmagan vaziyatga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarning asosiy salmog'i, ya'ni 27% yo'l transport hodisalari, 18% firibgarlik va o'rtacha og'ir tan jarohati yetkazish, 9% yengil tan jarohati yetkazish va bezorilik bilan bog'liq jinoyatlar tashkil qilingan. Oktyabr oyida sodir etilgan o'g'irlik jinoyatlarining barchasi va firibgarlik jinoyatlarining 84% axborot texnologiyalaridan foydalangan holda sodir etilgan. Yuqoridagi jinoyatlarni oldini olishda fuqarolar tomonidan mulklariga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishlari, buning uchun uylari va yashash xonadonlarini qarovsiz ochiq holatda qoldirmasliklari, video kuzatuv kameralari o'rnatishlari, qo'riqlovga olishlari lozimligi, mol-mulklarni qonuniy tartibda rasmiylashtirilgan holatda savdo qilishlari, axborot texnologiyalaridan, xususan internet ijtimoiy tarmoqdan foydalanishda firibgarlarga aldanib qolmasliklari, shaxsini tasdiqlovchi ma'lumotlarni hamda plastik kartalar raqamlarini begona shaxslardan sir saqlashlari va avtotrans vositalarini boshqarishda yo'l harakati qoidalariga to'liq rioya qilishlari, oilaviy va boshqa masalalarga kelishmovchiliklarni mahalla yetkaziligi vakillari orqali tinch yo'l bilan hal qilishlari maqsadga muvofiq bo'ladi. Hurmatli qo'shtepaliklar, jinoyatchilikka qarshi kurashishda prokuratura organlari ko'mak va hamkorlikda jinoyatlarning har qanday ko'rinishiga chek qo'yishga kafolat beradi. Shunday ekan, aholi va keng jamoatchilikni jinoyatlarni oldini olishga hamda ularni bartaraf etishga faol hamkorlikka chaqiramiz. Zero sodir etilayotgan jinoyatlarning fosh etilishi va oldini olinishda xalqimizdan mas'uliyat, tashabbuskorlik hamda daxldorlik hissi bilan yondashishni so'rayman. Shunda yana bir bor alohida qayd etamanki, jinoyatning har qanday ko'rinishiga tezkor ravishda munosabat bildirishga, jinoyatga qo'l urganlarga nisbatan jazoning muqarrar ta'minlanishiga shaxsan kafolat beraman.